Tuxumdan açtı qildigan do'stlar, bugungi mazmunga alohida diqqat qilsanglar, tuxumdan açtı qilsak, oshqozon sog'lom bo'ladi, badan va böbrek kuchlanadi, oqsil to'liqlanadi. Endi shu oshqozni islab olgan, yigilib olgan, kichilib olgan, ishtahasi to'van do'stlar bo'lsanglar, oilanglarda har kuni tuxum choy qilib ichib turinglar. Endi shu putqolda jon yo'q, mag'du yo'q, ruhsiz, og'rigan, ishtaha to'van, oqsil to'van do'stlar qilib qolsanglar, badan samamigan do'stlar bo'lsanglar, tuxumdan açtı qilib turinglar. Endi bu tuxumni qanday odamni yeysi bo'ldi, qanday odamni yeysi bo'lmaydi degan to'g'ri so'zlab beray. Yurak yultuz belgisimizni saqlab olgan 8 raqam va gullarni ko'p yo'llab qo'ygaysizlar. Birinchidan o'ti tosh va, ikkinchidan o'ti yallig'i va, uchinchidan börekda mazibizda baliyat qilib yallig'i va, to'rtinchidan shu mingining quruq siqishib ketib uxlayolmaydigan, oson ochiqlanadigan jilxo sepra, yurakining issiq va issiqroq tamoq yesam yurak sanjilagan do'stlar tuxumdan açtı qilmanglar. Buning o'yiniga oilanglarda bir stakan choyga chilan hasildan jigdasilmas. Bir qo'shiqni silib azroq yalpul silib yangi choy qilib ichib bersanglar, yurakning issig'ini qaytirdi, mingining issig'ini qaytirib uyquni yaxshilaydi. Qon tomirlarining issig'ini qaytirib putqol olgan qiziydigan ishlarni tugdidi. Börak, mazibizi, sudik yo'li baliyqida issiqlab, shu issiqdan yallig'inib sudiki seriq kelsimi, besimsiz kelsimi, puraqliq kelsimi, ichib kelsimi, chat orliq tosh böreklar qichsimi, oxun seriq puraqliq kelsimi, uyqusi kelmay ichi siqilib tit ulayotgan bo'lsa, har kuni tuxum yeydigan, polo, so'men, mantiq o'chan yeydigan do'sti bir qadar ko'p kelsa. Bu issiqlikdan bo'lgan kasal bo'lganlik uchun bu turli narsalarni yemay, buning o'yiniga oilanglarda ancha-muncha qizilgul, yalpoz, shaptul qiqi, ancha-muncha aynula degandeklar choy damlab ichsanglar, yurak, ming, jigar, börekning issig'i qaytadi. Endi men suydik yo'ldagi yalliqlarga kelsak, hamda shu baliyat qo'yadagi yalliqlarga kelsak, suydik ichib kelish ahvoliga kelsak, mushur hozirgi men deganlarning o'ziga niloper, kaserin shixi, kakinak, sho'xla 50 gramni so'qab bular aralashtirib ichpagan vaqtimizda bu masalalarimizning oila deli bo'lishiga tamoman yaxshi yordam bo'ladi. Men Qashqar shifoyi qilib Uyg'ur tibobat ambulatoriyasida rahmatli doktor yurak yulsi belgisini saqlab olgach, xohlasanlar qo'shib olinglar do'stlar. Salomat bo'lgaysizlar.